63 milyon bo'pti. Qadrli obunachilar. Zaydari buqalarimiz barakasini bersin. Rivojlanib ketsa Abdulla, Alloh ziyoda qilsin. Like bosib qo'yamiz, ha. Ro'zani kunida barchani bosib, chiroyli va kommentlarga yozib, abunat demasam qildilar. Hurmatli tomoshabinlar, xonajillarimiz baraka bo'ldi. Hoji aka necha pul bo'ldi? Abi ben işini 6 bin talashmı. O aka necha pul bo'ldi bu? 16 milyon 300. Mashina bormi ekan? 16 milyon 300 ming bo'pti. Barakasini bersin. Zo'r. Qo'qonboy bozoridamiz, hurmatli aka-ukalar. Havolarimiz sovuqligi sababli chorva hayvonlari kamroq chiqibdi. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Qanchadan? Odamlar ham ajoyib, narxini aytgisi kelmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Chorva Brend kanalining qadrli obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli aka-ukalar, musofirdagi birodarlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'yda joylashgan chorva bozoriga kelganmiz, hurmatli aka-ukalar. Bugungi sanalarimiz 28 fevral 2026-yil, haftaning shanba kuni. Xudo xolasa bugungi syomkalarimizga olingan, sotilgan mollarni, narxlarini sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotni beramiz. Videomiz avvalidan akalar bir dona like so'raymiz. Like bosib, podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Shunday ekan, hammaga yaxshi kayfiyat tilab, video syomkalarini boshladik. Hammaga omad tilaymiz. Novasimiz qancha bo'ldi ekan aka? Qanchadan? 18 million so'mdan qaytibdi. Bo'ylari 120 pilis. Yaxshi, chiroyli narsaga barakasini bersin. 18 ga bermabdi, barakasini bersin. 63 million bo'pti, qadrli obunachilar. Zaydari buqalarimiz barakasini bersin. Zo'r. Qancha bo'ldi aka? 3 puldan? 10 million so'mdan bo'pti buzoqlarimiz. Mana shu Ahmet 12,5 bo'ldi-da. Ola qancha bo'ldi aka? Ola. 2 million 500 ming so'm. Aka necha pul bo'ldi bu? 12 million 500 ming. Rivojlanib ketsa Abdulla, Alloh ziyoda qilsin. Like bosib qo'yamiz, ha. Ro'zani kunida barchani bosib, chiroyli va kommentlarga yozib, abunat demasam qildilar. hurmatli aka-ukalar, bo'ylari 1.15 shved paroda xonajinimiz 13 million 500 mingga sotilmadi. Savdosi bo'ldi. Barakasini bersin. 13,5 qilsak bermadi. 13,5 bermadik. 13,5 bermadi aka. Qadrdonlar, qo'chqorimiz taroziga baraka bo'ldi. Shekilli 84 kilo keldi. 84 kilo. Necha foiz go'sht beradi? Kommentariyada yozib ketamiz. Bilganlar. 2 yashar atrofida qo'chqorimiz 84 kilo. Qancha bo'ldi aka sigir? 21 million. Qancha bo'ldi ovoz? 17 million 200 ming ovozimiz, 21 million sigirimiz. Uchko'prik chorva bozorida qancha? 520 kilo akalar, barakasini bersin. Qadrdonlar, buqamiz ko'p tushyapti. Necha pul aka? 23? 23 million bo'pti. Tortib ko'ramiz ekan. 23 million baraka bo'pti. O'zimiz jaydari buqa. Chiqay endi seni. 426 kilo. 426 kilo ko'rdingmi? Zo'r. Qanchadan bo'ldi aka? 16,5dan. 16 million 500 dan sotilmabdi. Jaydari buqalarimiz. Bo'ylari 1.10 dan. Hadi jon. Barakalarni bersin. Qo'chqorimiz akalar mana. Qo'chqor tortib ko'ramiz aka hozir.
Ha, buni ko'rsatishmaydi ekan, o'zlari bilishga tortyapti ekan. Qanchadan bo'ldi? Qaytdi aka. Qaytdimi? Buni hozir sotmadingizmi? 12 million. Ga sotishmadi. Sigir qancha bo'libdi aka? 20 million. Bolasi xonajin 20 million bo'libdi. Barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi aka xonajin? Ketdi. Nech pul bo'ldi aka? Sotmadi. Nech puldan? Qancha sotilmadi? 13.1 ga sotilmadi. Buni narxini so'raganmiz. Qancha bo'ldi aka? 25 million bo'ldi. Inasi javobiga to'g'ri bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz 25 million, bolasini olmas aka. Oldim. Barakasini bersin aka. Qancha bo'ldi? Bugun bozorda hammasi qaytibdi, narxi yo'q. Yo'q, ancha kelmaydi. Navbatdagi buqamiz, qadrdonlar. Qodir aka sotildimi bu? Nech pulga? 24 millionga 417 kilo keldi. 24 million so'mga baraka bo'pti. 417 kilo. Barakasini bersin. Navbatdagi buqamiz nech pul bo'ldi ekan endi? Qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 25 million bo'ldi. Barakasini bersin. Zo'r. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. 25 million. Xonajin qancha bo'ldi ekan? Aka qancha bo'ldi? 11 million 700 ming bo'libdi. Qanchadan bo'ldi aka? Sotilmabdi bular ham. Bozorlar chatag'a qanchadan bo'ldi? Qaytdi aka 8dan. 8 dan qaytibdi. Nomer aytib ketek. 90. Aytavering. 577 Aloqaga chiqaverasizlar. Fayzli bozor. Qancha bo'ldi? 14 million so'mdan qaytibdi. 14 dan. 14 million so'mdan qaytibdi. Qanchadan qaytibdi? Akalar 22 million so'mdan qaytibdi, sotilmabdi. Bo'ylari 1.25 atrofida joydari. Sotilmabdi bu ham akalar. Bugungi narxlar yo'q aka-ukalar, sotilmabdi aksariyat mollar. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar akalar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha Chorva brendga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishlaringizni so'rayman. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar.